Siz divandan turmagan holda 10 minglab insonlarning hayotini o'zgartira olasiz desam ishongan bo'larmidingiz? Siz bizni prevyuni ko'rgan holda videomizni tomosha qilsangiz, qaysi qishloqda elektr energiyasi bilan ta'minlash ko'z qissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bundan tashqari biz qishloqlar ham quramiz va karkidonlarni o'limdan asraymiz. Sizlar bizning kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz tufayli biz 2024-yil bularning barchasiga erisha oldik. Biz o'zimizning ishimizni Gvatemaladagi tanho qishloqqa sayohat qilishdan boshladik. Afsuski, bu chekka qishloq aholisi toza suv, xavfsiz uy-joy va to'g'ri ta'lim kabi hayotning asosiy ehtiyojlari bilan qiynalishmoqda. Shuningdek, ular o'z uylarini qo'lda qurishgan va oddiy uylarni vayron qilishi mumkin bo'lgan kuchli bo'ronlarni ham aytmasa bo'ladi. Biz bu yerga kelib ularga yordam berishni istadik va ular katta o'zgarishni his qilishlarini ham. Shu sababdan biz To'ykunchida ancha farovon yashashlari uchun zarur bo'lgan barcha narsalar bilan to'liq jihozlangan 15 ta yangi uy qurib berdik va endi faqatgina ularning yangi uylariga ko'chib kelishlari qoldi. Endi esa lentalarni kesish vaqti keldi. Shuningdek, biz maktablar uchun yangi sinf xonalarini ham qurib berdik. Bundan tashqari biz qishloq ayollari oilalarini va jamiyatni qo'llab-quvvatlash uchun va yangi ko'nikmalarni o'rganish uchun ishlatishi mumkin bo'lgan sharoitlar bilan ta'minlaydigan jamoat markazini ham qurib berdik. Barchamiz juda ham xursand bo'ldik. So'ngra biz Meksika tomon uchdik va tanglar yorig'i bilan tug'ilgan odamlarga yordam ko'rsatish uchun Operatsion Smile bilan hamkorlik qildik. Har yili 200 mingdan ortiq bola ushbu kasallik bilan tug'iladi. Bu esa o'z navbatida ovqatlanish, nafas olish va gapirishda ko'plab muammolarni olib keladi. Eng yomoni bunday bolalar boshqa bolalar tomonidan bezorlik va izolyatsiyaga duch kelishadi. Qishloq va kambag'al jamoalarning aholisi ko'pincha deyarli davolanishmaydi yoki umuman davolanishmaydi ham. Shunda biz ularga yordam berishni istadik va 100 ta operatsiya xarajatini qoplaydigan shartnoma tuzdik. Ularning hayoti endi butunlay o'zgaradi. Operatsiyadan so'ng bu bolalarning aksariyat qismi ilk bor tabassum qila olishadi. Men aslida barcha bemorlarni yaxshi hayotga loyiq deb hisoblayman. Shundan so'ng esa bizning jamoa Nepalga uchdi va chekka qishloq Kalagaonga yetib kelishdi. Bizni juda ham samimiylik bilan kutib olishdi va biz ushbu mahalliy aholining izolyatsiyasi tufayli duch keladigan muammolari haqida ko'proq bilib oldik. Bu yerda elektr energiyasi yo'q ekan va yana mahalliy shifokorlar tegishli tibbiy jihozlarga ega emas ekanlar. Agarda kasal og'ir bo'lsa, yaxshiroq tibbiy muassasasiga piyoda borish uchun soatlab vaqt kerak bo'lar ekan. Daren Sanjay ismli qishloq muhandisi bilan uchrashib qoldi va Sanjay unga bir fojiali voqeani aytib berdi. Bir qizning bolasi bor edi va u shifoxonaga bormoqchi bo'ldi, lekin shifoxona uzoq bo'lganligi sababli u o'z farzandidan ayrildi. Hukumat moliyalashtirilmaganligi sababli bu kasalxona taxminan 2030-yilgacha elektr energiyasiz qoladi. Biz o'zimizning hamkorlarimiz Give Power va Yashil dasturi bilan kasalxonani quvvatlantirish uchun quyosh energiyasi tizimi va batareyalarini o'rnatdik. Shu bilan birgalikda xavfsiz va zamonaviy shifoxonani yaratish uchun zarur bo'lgan uskunalarni ham yetkazib berdik. Hukumat bilan birgalikda biz elektr energiyasi yo'q shifoxonani 16 mingdan ortiq odamga xizmat ko'rsata oladigan to'liq ishlaydigan kasalxonaga aylantirdik. O'sha kunni kechasi qishloq aholisi chiroqlarning birinchi marta yonishini ko'rish uchun kasalxonaga tashrif buyurishdi. Tayyormisizlar? 3, 2, 1. Bunday jamiyatning birinchi marta chiroqni ko'rishi hech qachon esimdan chiqmaydi. Biz 1 yil davomida Afrikada 3 ta loyihani yakunladik. Navbat Ugandaga. U yerda qishloqlardagi 100 minglab mahalliy aholi qashshoqlikda kun ko'rishadi. Bu yerdagi insonlar kuniga taxminan 1 yoki 2 dollarga ishlashadi. Bundan ko'rinib turibdiki, bu yerdagilar ta'lim olish, biznes boshlash yoki yetarli tibbiy yordam olish imkoniga ega emas va hattoki ular elektr energiyasini ishlatishga ham. Biz ularning muammolarini sal bo'lsa yengillashtirish uchun Give Directly bilan hamkorlik qildik va yuzlab oilalarga pul mukofotlarini berdik va bu oz bo'lsa ham ularning oilalarini avlodlar davomida qamalib qolgan qashshoqlik davridan chiqarish imkonini berish uchun to'g'ridan-to'g'ri naqd pul edi. Ularga berilgan oz miqdordagi naqd pul biznes boshlashlari uchun yordam beradi. Biz o'zimizning hamkorimiz Give Directly bilan 300 ga yaqin mahalliy oilalarni odatdagi 1 yil oladigan pul miqdoriga teng bo'lgan pulni tarqata oldik. Yuzlab yillar davomida bu insonlar bunday imkoniyatga ega emas edi va hozir ular bunday imkoniyatga ega bo'lishdi. Endi ular nafaqat o'zi uchun va yana balki kelajak uchun mustahkam devor qurisha oladi. Va endi biz Zambiya tomon uchdik va oldingi loyihalarimizdan biri bo'lgan do'stimiz Dora bilan uchrashdik. 5 yil oldin u 4 nafar asrab olingan farzandi bilan Mabappa shahriga ko'chib o'tdi va muhtoj bolalarga maktab yoki qishloq qurish uchun pul yig'ish maqsadida TikTok videolarini suratga olishni boshladi va uning akkaunti tezlik bilan 4 milliondan ortiq obunachiga yetdi. Hozirda u qariyb 400 bolani parvarish qiladi va afsuski uning sayib harakatlariga qaramay bu bolalarning barchasini boqish xarajatlari doimo muammo bo'lib qolaveradi va u juda ham ko'p muammolarga duch kelganiga qaramay haligacha Doraning qishlog'i asosiy ehtiyojlarga muhtoj edi va biz toza ichimlik suvi uchun quvur qazdik.
Va biz to'g'ri uzoq safarlarda zarur narsalar uchun charchamasligi uchun unga yangi mashina xarid qildik. Va to'g'ri yana bolalarni boqish uchun zarur bo'lgan mablag'larni yaratishda davom etish uchun biz internet o'rnatdik va ularni quyosh energiyasini 3 barobarga oshirdik. Bundan tashqari vayronkor bo'ronda vayron bo'lgan yotoqxonani qayta qurdik. Bizlarning har birimiz boshqa birovning hayotida o'zgarishlar qilish qobiliyatiga egamiz. So'ngra biz Keniyaga tushdik va u yerda Maraga tashrif buyurdik va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan yovvoyi tabiatni himoya qiluvchi mahalliy qo'riqchilar bilan uchrashdik. Bu yerda elektr energiyasi yo'q va hatto kuzatuv uskunalari ham va shuning uchun ularning ishi xavfli va qiyin. Biz Masai tabiatni muhofaza qilish tashkilotining bosh direktori Daniel bilan uchrashdik va u bizga juda ham ko'plab narsalarni aytib berdi. Maradagi inqiroz 60 yil oldin boshlangan, ya'ni yerlar bo'ldi Masai xalqiga xususiy mulk sifatida berilganda boshlangan. Bu investorlarning resurslarini rivojlantirish va ekspluatatsiya qilish uchun yer sotib olishga olib keldi. Ko'pgina Masai qabilasining pulni qabul qilishdan boshqa chorasi qolmadi. Ular ajdodlar merosidan voz kechishdi. Ular Masai va hayvonlar tayanadigan yashash joylarini yo'q bo'lib ketish xavfi ostida qoldirishdi. Ushbu muammoga qarshi turish uchun tabiatni muhofaza qilish tashkilotlari yer egalaridan yerni ijaraga olish uchun ishlatish mumkin bo'lgan ekologik toza daromad manbalarini o'ylab topdilar. Bu o'z navbatida Masai xalqi va hayvonlar uchun saqlanib qolishi va himoya qilinishi mumkin edi. Biz ularga yordam berish uchun yana bir bor Give Power bilan hamkorlik qildik va qo'riqchilar stansiyasini elektr energiya bilan ta'mirladik. Endi ular qorong'ida ishlashga majbur emas. Shuningdek, ularga 7 ta yangi ob-havo stansiyalari uchun yetarli mablag' ajratdik. Ular endi Masai tabiatni muhofaza qilish tashkilotini kengaytirishga moliyalashtirish uchun uglerod kreditlarini olish zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'play oladilar. Bu esa ularga o'z ishlarini davom ettirish va Mara nasllar davomidagi saqlab qolish uchun barqaror daromad manbaiga ega bo'lish imkonini beradi. Va endi yovvoyi hayvonlarga mas'ul insonlar ham pul olishmoqda. Bu ish endi minglab va millionlab xonadonlarga daromad keltirmoqda. Biz yosh avlodga boshlagan ishlarimizni davom ettirish kerakligini ta'minlaymiz. Biz minglab so'rovlardan so'ng nihoyat Hindistonga yo'l oldik va New Delhidan boshlab bitta emas, naqd 2 ta loyihani ishga tushirdik. Avvalambor Darren yetim va tashlandiq bolalarga tug'ilganlardan farqli hayot kechirish uchun adolatli imkon berish maqsadida mehr va muhabbat va g'amxo'rlik muhitida yaratilgan Udayan Kare dasturining asoschisi Dr. Modi bilan uchrashdik. Udayan Kare kompaniyasining ajoyib ishi shunchaki bizni hayratga soldi. Biz New Dehlidagi boshpana uchun 1 yil davomida barcha operatsiyalar xarajatini moliyalashtirishga qaror qildik. Shuningdek, biz 280 ta ishchiga stipendiya to'lashga qaror qildik. Bu ishni yakunlab bo'lgandan so'ng Darren Kalkuttaga shu paytgacha amalga oshirilgan eng yurakni ezuvchi loyihamizga tashrif buyurdi. Ya'ni yosh bolalar kuniga 14 soat xavfli chiqqan xonalarda bir piyola gul sotib olish uchun yetarli miqdorda chiqqanda yig'ish umidida ishlaydilar. Ya'ni ular umuman ta'lim olisha olmaydi. Bu bolalarning axlatxonalardan narida kelajaklariga umidlari yo'q. Lekin Tiljali Shed nomli notijorat tashkilot tufayli 10 ming yaqin bolalar axlatxonadan qutulib qolishdi. Endi esa ular ta'lim va yaxshiroq hayot kechirish imkoniyatlariga ega bo'lmoqdalar. Tiljali o'z faoliyatini kengaytirishi va bu bolalar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratishga yordam berish uchun biz bu tashkilotni yil davomida qo'llab-quvvatlaymiz va moliyalashtiramiz. Biz Tiljali bilan ishlatganimiz sababli bu bolalarning aksariyat qismi har kuni bitta ovqat yeyish uchun yetarli ovqat bo'lmagan oilalardan ekanligini bilib oldik. Shunday qilib, Darren kamida 2 yil davomida oziq-ovqat dasturini moliyalashtirishga rozi bo'lgan eski do'stlaridan ba'zilariga qo'ng'iroq qildi va keyin yana bir bor Tony va Sage Robinsonga katta minnatdorchilik bildirdi va ular bu videoning maqsadini bilgan holda shartnomani yana 2 yilga uzaytirishga qaror qilishdi va ularni butunlay ovqat bilan ta'minlashga ham biz vaqtdan foydalanib hamkorlarimizni yodga olamiz, chunki ular bo'lmaganda bunday loyihalar ham mavjud bo'lmagan bo'lardi. Odamlar ularning ajoyib ishlarini va ular yaratgan o'zgarishlarni ko'rganda butun dunyoda ajoyib qo'llab-quvvatlashlarga ega bo'ladilar. Ushbu videoda men va sizlar butun yer sayyorasi bo'ylab juda ham ko'p davlatlarga yordam berdik. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz sababli biz odamlarga yordam beryapmiz. Agarda kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bossangiz, biz ularga ko'proq yordam beramiz. Agarda sizlar bizni qo'llab-quvvatlamasangiz, bizning kanalimiz rivojlanmaydi. Bu esa kelgusida insonlarga yordam bera olmasligimizni anglatadi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hammaga xayr.